11. pare. Bismillahirrahmanirrahim. Ularning yiniga, ya'ni Madinaga Tabuk g'azotdan qaytib kelgan chig'inlarda ular sizlarga g'azotdan qilib qolganliklari to'g'risida o'zlari bayon qiladi. Ey Muhammad, ularga o'zlari bayon qilmanglar. Sizlarning so'zinglarga ishonmaymiz. Allah sizlarning ahvolinglarni va dilinglardagi munofiqlikni bizga xabar qildi. Allah va uning payg'ambari sizlarning buningdan keyingi amalinglarni ko'rib turdi. Munofiqlikdan tavba qilamsizlar yoki uningda ching turamsizlar? Ondan keyin, ya'ni o'lguninglardan keyin yoshirun va oshkor ishlarni bilguchi Allohning dargohiga qaytarilsizlar. Allah sizlarga butun qilmishinglarni aytib berdi degan. Ular, ya'ni munofiqlarning yiniga qaytib borganlarda, ular sizlarning ularni ayblamasliginglar uchun yolg'on o'zrilar bayon qilib, Alloh bilan qasam qiladi. Ulardan yuz o'ringlar. Ya'ni ular bilan so'zlashmanglar va salomlashmanglar. Ular haqiqatan nejisdir. Qilmishlarining jazosi uchun ularning boradigan joyi jahannamdir. Sizlarning roziliqinglarga erishish uchun ular sizlarga qasam ichib berdi. Sizlar ulardan rozi bo'lsanglar, bu ularga foyda bermaydi. Chunki Alloh fosiq qavmdan rozi bo'lmaydi. Rabilarning kufri va munofiqligi texmo ziyodadir. Alloh payg'ambariga nozil qilgan shariat ahkomlarini bilmaslikka ular eng loyiqdir. Alloh maxluqotning ahvolini bilguchidir. Hikmat bilan ish qilguchidir. Rabilarning ba'zilari Alloh yo'lida bergan narsalarini jarimona hisoblaydi. Ularning hadisiga uchrashishinglar, sizlarning hadisiga uchrashishinglarni kutadi. Ularning o'zlari halokatga uchrasin. Alloh ularning so'zlarini anglab turguchi, ishlarini bilib turguchidir. Rabilarning ba'zilari Allohga va oxirat kuniga iymon etadi. Allah yo'lida bergan narsalarini Allohga yaqin bo'lishning va payg'ambarning duosiga erishishning vositasi qiladi. Ular bu orqali rostla Allohga bo'lgan yaqinlikka erishadi. Allah ularni o'zining rahmati doirasiga kirgizadi. Allah haqiqatan mo'min bandalarga nihoyatda mag'firat qilguchidir. Ularga to'liq mehribondir. Hammadan ilgari iymon etgan muhojirlar va ansarlardan yaxshilik qilish bilan ularga ergashganlar, ya'ni tabiinlar va qiyomatgacha ularning yo'lda manganlardan Alloh rozi bo'ldi. Ularmi Allohdan mamnun bo'ldi. Alloh ularga ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarni tayyorladi. Ular jannatda mangu qoladi. Bu cho'ng baxtdir. Atrofinglarda Rabilarning Rabilardan munofiqlar bor. Madina aholisidami munofiqlikda ching turganlar bor. Ularni sen bilmaysan. Biz bilamiz. Ularni ikki qitim, ya'ni dunyoda qatl qilish va asir edish bilan, o'lganda go'r azobi bilan jazolaymiz. Ondan ular oxiratda cho'ng azobga, ya'ni do'zax azobiga qaytariladi. Yana bir qism kishilar gunohlarini e'tirof qildi. Ya'ni boshqalarga o'xshash jihodga chiqmaganligiga yolg'on o'zri etmadi. Ular yaxshi ishga yomon ishni o'rlashtirib qo'ydi. Allohning ularning tavbasini qabul qilishi umidlikdir. Alloh haqiqatan tavba qiluvchilarni mag'firat qiluvchidir. Nihoyatda mehribondir. Ey Muhammad, ularning mollarining bir qismini sadiqa hisobida olginki, uning bilan ularni gunohlardan poklag'aysan va yaxshiliklarini ko'paytgaysan. Ularga duo qilgin. Shubhisizki, sening duoying ularga xotirjamlik olib keladi. Alloh ularning so'zini anglab turguchi, niyatlarini bilib turguchidir. Ular, ya'ni tavba qiluvchilar, Allohning o'z bandalarining tavbasini qabul qilganligini, xolis niyatli kishilarning sadiqasini qabul qilganligini va Allohning tavbini bekmi qabul qilganligini, nihoyatda mehribon ekanligini bilmamdi. Ularga aytqinki, xohlagan amallarni qilinglar. Qilgan amalinglarni Allohning payg'ambari va mo'minlar ko'rib turdi.
yoshurun va oshkor narsalarni bilguchi Allohning dargohiga qaytarilsizlar. Alloh qilmishinglarni sizlarga xabar qiladi. Yana bir qitim jihodga chiqmagan kishilarning ishi Allohning amriga qoldirildi. Allohning amriga qoldirildi. Allah ya ularni tavba qilmasa jazolaydi. Ya ularni tavbaga muvaffaq qiladi va mag'firat qiladi. Allah ularni, ya'ni ularning ahvolini bilib turg'uchidir. Hikmat bilan ish qilg'uchidir. Ba'zi kishilar mo'minlarga ziyon yetkazish, kufrini kuchaytirish, mo'minlarning orasini parchalash, Allohga va uning payg'ambariga qarshi turgan odam, ya'ni Abu Amir rohibning kelishini kutish maqsadida masjid bino qildi. Ular biz faqat yaxshilikni iroda qildik deb cho'qim qasam qildi. Alloh guvohlik berdiki, ular shak shubhasiz yolg'onchilardir. U masjidda mangu namoz o'qimagan. Birinchi kundan tortibla taqvo asosiga qurilgan masjid haqiqatan sening namoz o'qishingga eng loyiqdir. Uningda gunohlardan pok bo'lishni so'yadigan kishilar bor. Allah ishki va tashqi jihatdan pok bo'g'uvchilarni do'st tutadi. Dinning binosini Allohning taqvodorligi va roziligi asosiga qurgan odam yaxshimi yoki uni yiqilay deb qolgan yorning girviga qurib, o'zimi uning bilan billa do'zax o'tiga o'rilib tushgan odam yaxshimi? Allah zolim qavmni hidoyat qilmaydi. Toki ularning yuraklari pari-pari bo'lib o'lmaguncha, ularning sog'an masjidi, ya'ni masjidi ziror, dillaridagi gumon, munofiqlikning yiltizi bo'lib qalaverdi. Allah munofiqlarning ahvolini bilib turg'uchidir. Ularning yomon niyatiga asosan ularni jazolashda hikmat bilan ish qilg'uchidir. Shubhisizki, Allah mo'minlardan ularning jonlarini, mollarini, ularga jannatni berib setib oldi. Ular Allohning yo'lida urush qilib, dushmanlarni o'ldirdi va o'ldirildi. Ya'ni dushmanlar bilan jihad qilib shahid bo'ladi. Jihad qiluvchilarga jannatni va'da qilish Tavratda, Injilda va Qur'onda zikr qilingan. Allohning rost va'dasidir. Va'dasiga Allohdan bak vafo qiluvchi kim bor? Ya'ni Allohdan vafodor ahad yo'q qilgan bu sodanglardan xushal bo'linglar. Ya'ni Allohdan vafodor ahadi yo'q qilgan bu sodanglardan xushal bo'linglar. Bu zo'r muvaffaqiyatdir. Gunohlardan tavba qiluvchilar, ixlos bilan ibodat qiluvchilar, Allohga hamd va sano aytuvchilar, ro'za tutuvchilar, ruku qiluvchilar, sajda qiluvchilar, yaxshi ishlarga da'vat qilib, yomon ishlardan to'squchilar, Allohning belgilamlariga rioya qiluvchilar, ya'ni Allohning bekitgan ba'zilarini, farzlarini ado qilib, nahiy qilgan ishlardan yonuvchilar ham ahli jannatdir. Mo'minlarga jannat bilan xush xabar bergin. Payg'ambarga va mo'minlarga mushriklarning ahli do'zax ekanligi aniq ma'lum bo'lgandan keyin mushriklar ularning tuqqini bo'lgan taqdirdimi? Ularga mag'firat talab qilish durust emas. İbrahimning otasiga mag'firat talab qilishi uningga ilgari qilgan va'dasini o'rinlash uchun edi. Uningga otasining Allohning dushmani ekanligi aniq ma'lum bo'lgandan keyin u otasi bilan juda bo'ldi. İbrahim bo'lsa haqiqatan ko'p chekkuchi. Ya'ni ko'ngli yumshoq, yetgan aziyatlarga chidamliq edi. Alloh bir qavmni hidoyat qilgandan keyin ular saqlanishga tegishlik ishlarni bayon qilmay turib, ularni gumroh qilmaydi. Ya'ni gumrohlikqa hukm qilmaydi. Alloh haqiqatan har narsani bilib turg'uchidir. Shubhisizki, osmonning va zaminning podshohligi Allohga xosdir. Alloh o'likni tirildirdi, tirikni o'ldirdi. Sizlarga Allohdan boshqa hech do'st va madadkor yo'q. Alloh haqiqatan payg'ambarning va uningga qiyinchilik paytida ergashgan muhojirlar va ansorlarning tavbasini qabul qildi. Ayni zamanda ularning orasidagi bir turkum kishilarning dillari haqdan burilib ketishga tas qolgandan keyin
Allah ularning tavbasini qabul qildi. Allah ularga to'limi marhamatlik, nihoyat mehribondir. Jihadga chiqmagan 3 kishining tavbasini Allah qabul qildi. Shuncha keng zamin ularga tor tuyulgan. Shuncha keng zamin ularga tor tuyulgan. Ularning jonlari siqilgan. Ular Allohga tavba qilmay turib, Allohning g'azabidan qutulish mumkin emasligiga ishongan edi. Ondan ularning tavba qiluvchilardan bo'lishi uchun Alloh ularni tavbaga muvaffaq qildi. Alloh tavbani bakmi qabul qiluvchidir. Bandalarga nihoyat mehribondir. Ey mo'minlar, Allohdan qo'rqinglar. Rostchilar bilan birga bo'linglar. Madina aholisi va ularning atrofidagi Airobilarning Rasululloh bilan jihodga birga chiqmay qolib qolishi, o'zlarining oromi bilan bo'lib, jafoda Rasululloh bilan birga bo'lmasligi to'g'ri emas edi. Bu, ya'ni ularni jihodga chiqmay qolib qolishdan ma'ni qilish shuning uchunki, ular Allohning yo'lida uchragan ussizlik, tortgan jafo mushaqqat va ochliq. Ularning kofirlarni xafalık saladigan har bir qadami, dushmanlar ustidan erishgan, ularni o'ldirish, asir elish, mag'lub qilish qatorliq har bir narsasi uchun Allohning dargohida ularga yaxshilik, ya'ni savob yoziladi. Allah albatta yaxshi ish qiluvchilarning ajrini bekor qilmaydi. Ularning Allohning yo'lida mayli kichik bo'lsin yoki cho'ng bo'lsin, sarf qilgan narsasi va jihad uchun bosgan har bir musofasi ularning qilgan amallariga eng yaxshi mukofot berish yuzidan ularga yoziladi. Mo'minlarning hammasining jihodga chiqishi loyiq emas. Ularning bir turkumi jihodga chiqdi. Ularning ichidagi har bir jamoatdan yana bir turkumi diniy olim bo'lib, ular qavmning qishiga qo'ytgandan keyin qavmining Allohdan qo'rqishi uchun ularni ogohlantirish maqsadida nimishqa ilm talab qilishga chiqmadi? Ey mo'minlar, sizlar o'zingizlarga yaqin joydagi kofirlar bilan urush qilinglar. Ya'ni sizlarga xatar bo'lmaslik uchun oldi bilan atrofinglardagi kuffarlarni ujuqtiringlar. Sizlarni ular qattiq his qilsin. Ya'ni urush ustida ularga qattiq qo'l bo'linglar. Ularga ishinglar og'rimasin. Bilinglarki, Alloh taqvodorlar bilan birgadir. Ya'ni Alloh taqvodorlarga madadkordir. Qur'ondan biror sura nozil qilinsa, ular, ya'ni munofiqlarning orasida masxir qilish yuzidan bu, ya'ni sura qo'ysinglarning iymonini kuchaytdi deydiganlar bor. Mo'minlarga keldigan bo'lsak, har surada yangi dalil isbotlar bo'lganligi uchun bu, ya'ni sura ularning iymonini kuchaytdi. Ular suraning nozil bo'lishidan xushal bo'ladi. Dillarida kesal bola, ya'ni munofiqlarga keldigan bo'lsak, bu sura ularning kufri qo'shdi. Ya'ni ular munofiqlikda texmo azvayladi. Texmo gumrohlashdi. Ular kofir peti o'ldi. Ular o'zlarining har yil bir qitim yoki 2 qitim sinildiganligini, ya'ni ular to'g'risida vahiy nozil bo'lib, sirlarining fosh qilindiganligini bilmamdi. Ondan ular tavba qilmaydi. Ya'ni nifoqdan qaytmaydi. Ibratni olmaydi. Ular payg'ambar alayhisalomning huzuridagi chog'da ularning aybini ochadigan Qur'ondan biror sura nozil qilinsa, ular bir-biriga qarashib, sizlarni biroz ko'rib qolamo deyishib tikib etadi. Ular haqiqatni tushunmas qavm bo'lganligi uchun Alloh ularning dillarini o'zgartirdi. Ey insonlar, shubhisizki sizlarga o'z oranglardan payg'ambar keldi. Sizlarning kulfat chekishinglar uningga ig'ir tuyuladi. U sizlarning hidoyat tepishinglarga herisdir. Mo'minlarga omroqdir, nihoyat kuyimchandir. Ey payg'ambar, agar ular sana iymon etishdan yuz o'rsa, sen Alloh menga kifoya qiladi. Uningdan boshqa hech iloh yo'qdir. Uningga tavakkul qildim. Ya'ni Allohga yo'landim. Allohdan boshqa hech ahadidan umid kutmayman va hech ahadidanmi qo'rqmayman. Ey buyuk arishning parvardigoridir degin. O buyuk arishning parvardigoridir degin.
Sure Yunus. Nahayeti şefqatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Alif, Lam, Ra. Bu hikmetlik kitap, yani Kur'an ayetleridir. İnsanların birige, yani Muhammed Aleyhisselam'a. İnsanlar, yani kapırlarını Allah'ın azabıdan agahlandırgın. Möminlərə Pərverdigarının dərgahida qılğan yaxşı əməlləri üçün yuqori o'ringa erişdiganlığı bilan xush xabar bəgin deb vahiy qılğanlığımızdan ular ajablanamdı. Kafirlar bu haqiqatan oshkor sehrgardir dedi. Şübhəsiz ki sizlərning Pərverdigarınlar Allah'dır. O osmonlarni, zaminni 6 kunda yaratdı. Ondan arish ustida o'ziga loyiq ravishda qaror oldi. Allah xaloyiqning ishlarini o'z hikmatiga muvofiq idora qilib turdi. Qiyomat kuni har qanday shafaat qiluvchi oldi bilan Allohning iznini oladi. Ana shu Allah sizlarning Parvardigoringlardir. Uningga ibodat qilinglar. Vaz nasihat olmamsizlar? Qiyomat kuni hammanglar Allohning dargohiga qaytisizlar. Allohning va'dasi haqdir. Shubhisizki maxluqotni dastlabda Alloh yaratgan. Ularni halok qilgandan keyin qiyomat kuni iymon etganlarni va yaxshi amal qilganlarni odillik bilan mukofotlash uchun qayta tirildirdi. Kafirlarning bo'lsa o'zining kufri tufaylidan do'zaxdagi ichimligi qattiq qo'ynagan suv bo'ladi. Hamda ular qattiq azobga duchor bo'ladi. Allah quyoshni nur chashquchi va oyni nurliq qilib yaratdi. Yillarning sonini va vaqtlarning hisobini bilishinglar uchun oyga manzillarni, ya'ni burjlarni tayin qildi. Allah ularni bekor yaratgani yo'q, balki buyuk hikmat va zo'r foydaliq uchun yaratdi. Allah oyatlarini, qudrati ilohiyni biladigan va uning hikmetini fikr qiladigan qavm uchun tafsili bayon qiladi. Kecha bilan kunduzning navbatlashib turishida Allah osmonda va zaminda yaratgan shaylarda Allohdan qo'rqadigan qavm uchun haqiqatan Allohning borligini va birligini ko'rsatadigan nurg'un alomatlar bor. Shubhisizki biz bilan muloqot bo'lishni umid qilmaydiganlar. Yani Allah'a muloqot bo'lishni ko'zlamaydiganlar. Dunyo tirikchiligidan bahramon bo'lish bilanla rozi bo'lganlar va uning bilan orom topganlar. Bizning oyatlarimizdan g'ofil bo'lganlar. Ana shularning joyi qilmishlari tufaylidan do'zax bo'ladi. Shubhisizki iymon etganlar va yaxshi amallarni qilganlarni Parvardigori ularning iymoni sababidan ostidan o'stanglar iqib turadigan nozu ne'matlik jannatlarga yetaklaydi. Ularning jannatdagi duosi: "Ey Rabbimiz, biz seni pok deb e'tiqod qilamiz" deyishdan iborat. Ularning jannatda bir-biriga beradigan salami: "Ahli do'zax chekayotgan azobdan omon bo'lg'aysan", ya'ni "Assalomu alaykum" deyishdan iboratdir. Ularning duosining oxiri Cimi hamdu sana olamlarning Parvardigori Allohga xosdir deyishdan iboratdir. Agar Alloh kishilar talab qilgan yomonlikni ishga oshirishga, ular talab qilgan yaxshilikni ishga oshirishga oldirgandek oldirsaydi, ularning ajli cho'qim yetgan bo'ladi, ya'ni halok bo'ladi. Biz bilan muloqot bo'lishni umid qilmaydiganlarni gumrohlikda tengirqab yurishga qo'yib beramiz. İnsonga birər ziyon zahmat yetsa, yotishsidu, o'tirsidu, tursidu. Uni dafi qilishimizni tilab bizga duo qiladi. Ularga yetgan ziyon zahmatni ko'tirib etsak, go'yo uni ko'tirib etishimizni tilab bizga duo qilmagandek yomon ishni yana davomlashtirdi. Haddidan oshquchilarning qilmishlari ularga mushundoq chiroyli ko'rsatildi. Sizlardan ilgirki ümmetler zulüm qilganda, yani kafir bo'lganda, gumrohlikda haddidan oshganda, haqiqatan ularni halok qildik. Ularga payg'ambarlari ro'shan mo'jizalarni ilib kelgan edi. Ular payg'ambarlar ilib kelgan mo'jizalarga iymon keltirmadi.
Gunohkor qavmni, ya'ni Makka mushriklarini shuningga o'xshash jazolaymiz. Sizlarning qanday qilganliklaringizni ko'rish uchun ularni, ya'ni o'tgan ummatlarni halok qilgandan keyin ularning o'rniga sizlarni o'rinbosar qildik. Ularga bizning ro'shan oyatlarimiz tilovat qilinsa, bizga muloqot bo'lishni umid qilmaydiganlar, ya'ni qiyomatga ishonmaydiganlar, buningdan boshqa bir Qur'onni keltirgan yoki uni o'zgartgan, ya'ni azobga doir oyatni rahmat oyatiga o'zgart, ilohlarimizni so'kkanning o'rniga madhila, haromni halol qil deydi. Men uni o'zimcha o'zgartirmayman. Men faqat menga qilingan vahiyga amal qilaman. Agar men Parvardigorimga osiylik qilsam, albatta buyuk kunning, ya'ni qiyomat kunining azobidan qo'rqaman degan. Agar Alloh iroda qilsa, sizlarga uni, ya'ni Qur'onni tilovat qilmas edim. Allohmu uni men orqali sizlarga bildirmas edi. Oranglarda uningdan, ya'ni Qur'on nozil bo'lishdan ilgari uzun zaman turdim. Mo'jiza bo'lgan bu Qur'onning faqat Alloh tarafidan nozil bo'lganligini bilishga aqlinglarni ishlatmamsizlar degan. Allohga yolg'onni choplagan yoki Allohning oyatlarini inkor qilgan odamdimi, zolim odam bormi? Gunohkorlar hargiz baxtga erishamaydi. Ular Allohni qo'yib, o'zlariga foyda ziyon yetkazolmaydigan narsalarga cho'qinadi. Bular, ya'ni butlar Allohning dargohida bizga shafaat qiluvchilar deyishidi. Acaba osmonlarda va zaminda bundaq narsa, ya'ni Allohning sheriki yoki shafaat qiluvchi bo'lib, uni Alloh bilmay qilib, sizlar Allohga uni aytib beramsizlar? Alloh ularning sherik keltirgan narsalardan pokdir va yuksakdir. İnsanlar aslida bir din, ya'ni islom dinida edi. Keyin ular ixtilof qilishdi, ya'ni dinlar ko'paydi. Butlarga cho'qinishdi. Parvardigoringning oldini ola aytgan so'zi, ya'ni jazolashni qiyomatga qoldirishdan iborat taqdiri bo'lmasidi, ularning ixtilof qilishgan narsalari ustida ularning orasida albatta hukm chiqariladi. Ya'ni dinda ixtilof qilishganliklari uchun ularga bu dunyoda jazo beriladi. Ular, ya'ni ahli Makka, nemishqa uningga, ya'ni Muhammad alayhisalomga Parvardigor tarafidan biz talab qilgan mo'jizalardan bir mo'jiza tushirilmadi deydi. Aytqinki, g'aybni bilish faqat Allohga xos. Mo'jizalarni Alloh keltirdi. Men faqat tabliğ qiluvchiman. Sizlar Allohning oramizda hukm chiqarishini kutinglar. Shubhisizki, men sizlar bilan shuni kutguchilardanman. Kishilarning beshiga kelgan ziyon zahmatni ko'tarayotgandan keyin ularga rahmatimizni tetishsak, ular bizning oyatlarimiz ustida fikr ishiltishga, ya'ni inkor qilishga oldiraydi. Ular bizning oyatlarimiz ustida mikr ishiltishga, ya'ni inkor qilishga oldiraydi. Aytqinki, Alloh ularni qilgan mikri uchun eng tez jazolaydi. Shubhisizki, bizning farishtalarimiz mikranglarni yezib turdi. Alloh sizlarni quruqliqda, ya'ni uloqlar ustida, dengizda, ya'ni kemalar ustida safar qildirdi. Sizlar o'tirgan kema kishilarni elib mayin shamolda mengayotgan va bu shamoldan ular xushallanayotgan chog'da birdilla bo'ron chiqib kema o'rildi. Ular taraf-tarafdan ko'tarilayotgan dengiz to'lqinlari ichida qoldi. Kemadagilar qo'rshib-ilinganligiga, ya'ni halok bo'lganligiga jazm qildi. Cho'qinayotgan butlarni tashlab qo'yib, "Ey Xudo, agar sen bizni buningdan, ya'ni balodan qutuldursang, biz cho'qim shukr qiluvchilardan bo'lamiz" deb chin ko'ngli bilan duo qildi. Alloh ularni u balodan qutqizgandan keyin ular yer yuzida yo'lsizlik bilan buzg'unchilik qildi. Ey insonlar, buzuqchiliklarning gunohi o'zinglarga bo'ladi. Sizlar bu dunyoning boqasi yo'q shahvatlaridan bahramon bo'lasizlar. Buning hasrati oxiratga qoladi. Ondan sizlar bizning dargohimizga qaytisizlar. Sizlarga qilmishinglarni xabar qilamiz. Hayoti dunyoning misoli tez o'zgarishida.
nimetleringlar baqasızlıqida. Kishilarning uning bilan mag'rur bo'lishida biz osmondan tushirgan yomg'ir suyiga o'xshaydi-ki, uning bilan zaminning insonlar, hayvonlar yeydigan turli o'simliklari unib chiqib, bir bilan giralishib ketgan. Hatto zamin go'zal tusga kirgan, chiroyli yasangan. Zamin egalari uningdan mo'l hosil ilishga jazm qilib turgan chaqda, nagahan kechsi yoki kunduzi uningga qozoyimiz yetdi-da, ziroatlarni tunigun, ya'ni ilgari yo'qdek, butunlay o'rib tashlangandek qilib etdik. Ya'ni nobud qilib yo'q qildik. Fikr yurgizdigan qavm uchun oyatlarni mushundaq tafsiliy bayon qilamiz. Alloh kishilarni omon joyga, ya'ni jannatga da'vat qiladi va xohlagan odamni to'g'ri yo'lga boshlaydi. Yaxshi ish qilganlar jannatga va Allohning jamolini ko'rishga noil bo'ladi. Ularning yuzlarini qoraliq va xorliq qoplamaydi. Ya'ni ularga g'am qayg'u va parishonlik yuzlanmaydi. Ana shular ahli jannat bo'lib, jannatda mangu qoluvchilardir. Dunyoda yomon ishlarni qiluvchilar bir yomonlikni qilsa, qilgan yomonligiga o'xshash, ya'ni shuning loyiq jazoga uchraydi. Ular xorliqqa duchor bo'ladi. Ularni Allohning azobidan qutuldiruvchi zodi bo'lmaydi. Ularning yuzlari go'yo qorong'u kechining partisi bilan o'ralgandek qorayib ketadi. Ular ahli do'zax bo'lib, do'zaxda mangu qoluvchilardir. Shu kun, ya'ni qiyomat kunida mo'minlarni, kofirlarni hammasini yig'imiz. Ondan mushriklarga: "Sizlar Allohga sherik keltirgan butlaringlar bilan billa o'rninglarda midirlamay turinglar" deymiz. Ularning orasini ayiramiz. Ularning sherik keltirgan butlari aytadi: "Sizlar bizga ibodat qilmagan edinglar, balki nafs xohishinglarga ibodat qilgan edinglar. Balki nafsi xohishinglarga ibodat qilgan edinglar. Sizlar bilan bizning oramizda guvoh bo'lishga Alloh kifoyiki, sizlarning bizga cho'qinishinglardan biz g'ofil edik. Ya'ni biz ko'rmaydigan, o'nglamaydigan, his qilmaydigan jonsiz edik." Bu chaqda har odam ilgari qilgan amallari ustida siniladi. Ya'ni yaxshimi, yomonmi, uning natijasini ko'rdi. Ular haqiqiy egisi Allohning dargohiga qaytariladi. Ularning shafaat qiladi deb da'vo qilgan butlari ulardan o'zlarini chetga oladi. Ey Muhammad, mushriklarga aytqinki, sizlarga osmondan yomg'ir yog'dirib, zamindan giyoh undirib kim rizq berdi? Sizlarning anglash va ko'rish qobiliyatinglarni kim boshqaradi? Tirik shaylarni o'lik shaylardan kim paydo qiladi? Xaloyiqning ishlarini kim idora qiladi? Ular bularga javoban Alloh deydi. Aytqinki, Allohdan g'ayriga cho'qinish bilan Allohning azobidan qo'rqmamsizlar? Yuqorqidagi cho'ng ishlarni qilguvchi sizlarning haqiqiy parvardigoringlar. Ana shu Allohdir. Haqiqatdan qolsa, gumrohlikdan g'ayri narsa mavjud emas. Nimishqa iymondan yuz o'rib, gumrohlikqa burilib ketsizlar? Parvardigoringning Allohga itoat qilishdan bosh tortganlar to'g'risidagi hukmi haqliq bo'ldi. Ular Allohning birligiga, Rasulullohning payg'ambarligiga iymon etmaydi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, sizlarning butlaringlarning ichida mavjudotni yo'qlikdan bor qilib, ondan yo'q qilib, ondan uni asliga keltiroladiganlar bormi? Aytqinki, Alloh mavjudotni yo'qlikdan bor qilib, ondan yo'q qilib, ondan uni asliga keltirolaydi. Nimishqa haqdan botil tarafga burilib ketsizlar? Aytqinki, sizlarning butlaringlarning orasida gumrohni haq yo'lga yetaklaydiganlar bormi? Aytqinki, Alloh gumrohni haq yo'lga yetaklaydigan zotga bo'ysunishga tegishlikmi? Yoki gumrohni haq yo'lga yetaklayolmaydigan, faqat o'zi boshqalarning yetaklashiga muhtoj bo'lgan butlarga bo'ysunishga tegishlikmi? Sizlarga nim bo'ldi? Nimishqa mundaq botil hukm chiqarsizlar? Ularning to'lisi butlarga e'tiqod qilishda faqat farazga tayinadi.
Paraz degan haqiqatni isbotlashda haqiqatan hech narsaga yaramaydi. Shubhisizki, Alloh ularning qilmishlarini obdan bilguchidir. Bu Qur'onni birovning Allohga iftiro qilishi aqlga sig'maydi. Chunki Qur'onni hech inson ijod qilolmaydi. Lekin Qur'on ilgari kelgan Tavrat, İncil qatorliq samoviy kitoblarni tasdiq qiluvchidir. Allah belgilegen ahkamlarni bayon qiluvchidir. Uningda hech shak yo'qdir. Uningda hech shak yo'qdir. U olamlarning Parvardigori tarafidan nozil qilingandir. Ular Qur'onni Muhammad o'zi to'qib chiqqan deyishamdi. Aytqinki, agar bu so'zinglarda rostchil bo'lsanglar, Allohdan boshqa yordamga chaqiralaydiganligi kishinglarni chaqirib, Qur'onga o'xshash biror surani keltirib yiqinglar. Undaq emas. Ular Qur'onning ma'nosini to'liq tushunmay va haqiqatiga texi aqli yetmay turib, uni inkor qilishdi. Ulardan burun o'tgan ummatlarmi o'zlarining payg'ambarlarini mushlarga o'xshash yolg'onga chiqargan edi. Zalimlarning oqibatining qandoq bo'lganligiga qarab baqqan. Ularning ichida Qur'onga ishonganlar bor. İşenmeydiğanlarmı ba? Parvardigarın buzgunçlarını hemmetin obdan biladi. Eğer ular seni yolğançı qilishda çın tursa, mening emlim özem üçündür. Sizlarning emlinglarmi özanglar üçündür. Mening emlimden sizlar oda judasizlar. Sizlarning qilmishinglardan menmi oda judaman. Yani birov, yana birovning qilgan gunohiga javobgar emas degin. Ularning ichida Qur'on o'qiganingda sana quloq soldiganlar bor. Sen goslarga, ya'ni Alloh anglash iqtidorini ilib tashlaganlarga, ular hech narsani tushunmasimi, anglata olamsan? Ularning ichida sana qaraydiganlar bor. Ya'ni payg'ambarlikning aniq alomatlarini bayqaydiganlar bor. Lekin ular bayqaganlardan foydalanmaganliklari uchun ko'rdir. Faydalanmaganlıklar üçün ko'rdir. Haqiqatni ko'ra olmasimi, ko'rlarni hidoyat qila olamsan? Shubhisizki, Alloh insonlarga qilcha zulm qilmaydi. Lekin insonlar kufri va gunoh orqali o'zlari zulm qiladi. Qiyomat kuni Alloh ularni hisob elish uchun yig'adi. Ularga dunyoda turgan muddati kunduzda ozg'in vaqt turgandek qisqa bilinadi. Ular o'zaro tanishidi. O'zlarining Allohga muloqot bo'lishini, ya'ni o'lgandan keyin tirilishini inkor qilganlar cho'qim ziyon tortadi. Ular to'g'ri yo'l topmadi. Ularga biz va'da qilgan azobning bir qismini sana ko'rsatamiz. Ya'ni bu dunyoda sen hayot vaqtida ko'rsatamiz. Yoki uningdan ilgari seni qabz ruh qilamiz. Ular bizning dargoyimizga qaytadi. Meyli baldır bolsun, meyli keyin bolsun, ularni çoqum jazalaymiz. Ondan Allah ularning qilmishlariga guvoh bo'ladi. O'tgan ummatlarning har biriga payg'ambar avatilgan. Qiyomat kuni ularning payg'ambari kelganda, ularning orasida odillik bilan hukm chiqariladi. Ularga zulm qilinmaydi. Ular, agar sizlar rostchil bo'lsanglar, bizga aytib beringlarki, bu va'da qachon ishga oshiriladi deydi. Aytqinki, Alloh xohlamasala, men o'zimdan ziyonni dafi qilishga, foyda qozonishga qodir emasman. Har ummatning halok bo'lgan ma'lum vaqti bo'ladi. Shu vaqt yetib kelganda, ular birdammi kechiktirilmaydi, birdammi ilgari surilmaydi. Aytqinki, aytinglarchu, agar Allohning azobi sizlarga kechsi yoki kunduz kelsa, buningdan sizlarga nima foyda? Gunohkorlar, ya'ni mushriklar azobdan qaysi narsaga oldiraydi? Allohning azobi yuz berganda, ondan uningga ishondinglarmi? Endi aytgan iymoninglar foydasizdir. Uningdan ilgari masxir qilish bilan azobning tezroq tushishini talab qilatdinglar. Ondan keyin o'zlariga zulm qilganlarga mangulik azobni tetinglar. Sizlarga faqat qilmishinglarning jazosi beriladi, deyiladi. Ular sendan u, ya'ni va'da qilingan azob o'lgandan keyin tirilish rostmi deb so'raydi.
Sen, Parvardigorim bilan qasamki, u albatta rostdir. Sizlar qechib qutlanmaysizlar, degan. Agar har bir zulm qilgan odam, ya'ni kofir, yer yuzidagi hamma narsaga malik bo'ladigan bo'lsa, Allohning azobidan qutulish uchun albatta uning hammasini fidya qilib berib o'tadi. Ular azobni ko'rgan chog'da nadomatini yo'shirun tutadi. Ya'ni dunyodagi qilmishlariga ichida pushaymon qiladi. Ularning, ya'ni xaloyiqning orasida odillik bilan hukm chiqariladi. Ularga zulm qilinmaydi. Rastla osmonlardagi va zimindagi barliq narsalar Allohning mulkidir. Rastla Allohning va'dasi haqdir. Lekin ular, ya'ni insonlarning to'lisi buni bilmaydi. Alloh o'likni tirildirdi, tirikni o'ldirdi. Sizlar Allohning dargohiga qaytsizlar. Ey insonlar, sizlarga Parvardigoringlar tarafidan nasihat bo'lgan. Dillardagi dardga, ya'ni shak va nodonlikqa shifo bo'lgan. Mo'minlarga hidoyat va rahmat bo'lgan Qur'on keldi. Aytqinki, ular Allohning fazli va rahmatidan xushal bo'lsin. Bu ularning yiqqan dunyo mollaridan yaxshidir. Aytqinki, aytib yiqinglarchu. Sizlarga Alloh tushirgan rizqdan ba'zisini harom, ba'zisini halol qildinglar. Alloh sizlarga mundaq qilishga izni berdimi? Yoki Allohga yolg'onni choplamsizlar? Allohga yolg'onni choplaydiganlar qiyomat kuni qandoq o'ylaydi? Ya'ni jazoga tortilmaymiz deb o'ylamdi. Shubhisizki Alloh insonlarga marhamatlidir. Chunki ularga bo'ladigan azobni kechiktirdi. Lekin kishilarning to'lisi Allohning ne'matlariga shukr qilmaydi. Sen qaysi holatda bo'lmagan, Qur'ondan qaysi narsani o'qimagan, sizlar qaysi bir ishni qilmanglar, uning bilan bo'layotgan vaqtinglarda hamon biz sizlarni kuzatib turamiz. Osmon zimindagi zarrachoqliq narsa va uningdan kichik yoki cho'ng narsa bo'lsin, hech qaysi Allohning bilishidan chetda qolmaydi. Ularning hammasi Lavhul Mahfuzda xotirlangandir. Rastla Allohning do'stlarga oxiratda Allohning azobidan qo'rqish, dunyoda qo'ldan ketkizib qo'yganga qayg'urish yo'qdir. Ular iymon etgan va taqvodorlik qilganlardir. Ularga dunyo va oxiratda xush xabar beriladi. Ya'ni dunyoda jon uzish vaqtida Allohning roziligi va rahmatiga erishadiganligi bilan, oxiratda nozu ne'matlik jannatga kirdiganligi bilan xush xabar beriladi. Alloh va'dasiga xiloflik qilmaydi. Ana shu katta baxtdir. Ey Muhammad, ularning sana sen payg'ambar emassan degan so'zi seni qayg'uga solmasin. Bütün kuch-quvvat Allohga mansub. Alloh sana madadkordir. Alloh ularning so'zlarini anglab turg'uchidir. Amallarini bilib turg'uchidir. Rastla osmonlardagi va zimindagi hamma narsa Allohningdir. Ya'ni Allohning mulkidir. Bendisidir, mahluqotidir. Allohni qo'yib butlarga cho'qindiganlar faqat yo'qlang parazgili tayinidi. Ular faqat jo'ylaydi. Ey insonlar, orom erishinglar uchun Alloh sizlarga kechini yaratdi. Sizlarni ko'rishinglar uchun kunduzni yaratdi. Ibrat quliqi bilan o'nglaydigan qavm uchun buningda nurg'un alomatlar bor. Ular, ya'ni kofirlar, Allohning balasi bor deyishdi. Allah buningdan pokdir, behojatdir. Ya'ni baliq qilib edish ehtiyoji uchun bo'ladi. Allah bo'lsa hech narsaga muhtoj emasdir. Osmonlardagi, zimindagi hamma narsa Allohning mulkidir. Allohning balasi bor degan bu so'zinglarda hech qanday pokitinglar yo'q. Sizlar bilmaydigan ishlarni yolg'ondan Allohga choplamsizlar? Ey Muhammad, aytqinki, Alloh yolg'onni choplaydiganlar, Allohga yolg'onni choplaydiganlar haqiqatan do'zax azobidan qutlanmaydi. Ular bu dunyodan ozg'in vaqtla bahramon bo'ladi. Ondan ular hisob berish uchun bizning dargohimizga qaytadi. Ondan kofir bo'lganliklari sababidan ularga qattiq azobni tetitimiz. Ularga Nuhning qissasini o'qib bergin.
Öz vaqtida Nuh qavmiga: "Ey qavmim, agar sizlarga mening ichinglarda turishim va sizlarni Allohning oyatlari bilan qo'rqitishim ig'ir kelgan bo'lsa, men Allohga tavakkul qildim. Ya'ni Allohga yo'landim. Sizlarga parvo qilmayman. Sizlar butturinglar bilan birlikda meni qasdlaydigan ishinglarni qaror qilaveringlar. İşinglar sizlarga tutuq bo'lib qolmasin. Ya'ni meni qasdlaydigan ishinglar oshkor bo'lsin. Ondan meni birdammi kechiktirmay, mening haqqimda xohlaganinglarni ijro qilaveringlar. Agar sizlar mening nasihatimdan yuz o'rsanglar, sizlardan yuz o'rishinglarga sababchi bo'ladigan haq so'rg'inim yo'q. Men ajrimni faqat Allohdan so'rayman. Men Allohga bo'ysunuvchilardan bo'lishga buyurildim", dedi. Lekin ular Nuhni yolg'onchi qildi. Uni va uning bilan kemida birga bo'lg'uchi mo'minlarni qutqizdik. Ularni, ya'ni biz qutqizgan kishilarni g'arq bo'lganlarning o'rin bosarlari qildik. Bizning mo'jizlarimizni inkor qilganlarni to'pon balasi bilan g'arq qildik. Ey Muhammad, ogohlantiruvchilar, ya'ni payg'ambarlarni yolg'onchi qilganlarning oqibatining qandoq bo'lganligiga qarag'in. Nuhdan keyin nurg'un payg'ambarlarni o'zlarining qavmiga avatdi. Qavmiga ular ro'shan mo'jizlar bilan keldi. Ular, ya'ni payg'ambarlar kelishdan ilgari inkor qilishgan narsaga iymon etishmadi. Kufrida haddidan oshquchilarning dillarini oshundoq pechatlaymiz. Ulardan keyin Musa bilan Harunni Fir'avnga va uning qavmining cho'nglariga nurg'un mo'jizlar bilan avatdi. Ular iymon etishdan bo'yin tovliq qildi. Ular gunohkor qavm edi. Ularga biz tarafdan haqiqat nozil bo'lgan chaqda ular: "Bu haqiqat ro'shan sehrdir", dedi. Musa: "Sizlarga haqiqat kelsa, uni sehr demsizlar? Acaba bu sehrmi? Sehrgarlar muvaffaqiyat qozonmaydi", dedi. Ular: "Sen bizga ota-bobolarimizning dindan bizni voz kechtirish va zimin, ya'ni Misr ziminining saltanatini ikkinglarning qilib olish uchun keldingmi? Biz ikkinglarga ishonmaymiz", dedi. Fir'avn: "Mening oldimga barliq usta sehrgarlarni ilib kelinglar", dedi. Sehrgarlar yetib kelganda Musa ularga: "Org'amcha va hostiranglardan tashlamoqchi bo'g'ininglarni tashlanglar", dedi. Ular tashlaganda Musa: "Sizlarning ko'rsatganinglar sehrdir. Alloh cho'qim uni barbod qiladi. Alloh buzg'unchilarning ishini albatta tuzmaydi", dedi. Gunohkorlar yoqtirmagan taqdirdimi, Alloh pokitlar orqali haqiqatni isbotlaydi. Musaga faqat o'z qavmidan, ya'ni Bani Isroilning avlodidan ozg'inisi Fir'avn va uning qavmining cho'nglarining ziyonkashlik qilishidan qo'rqqan holda iymon etdi. Fir'avn ziminda, ya'ni Misr ziminida shak shubhasiz mutakabbirdir. U albatta haddidan oshquchilardandir. Musa: "Ey qavmim, agar Allohga iymon etgan bo'lsanglar, Allohga bo'ysungan bo'lsanglar, uningga tavakkul qilinglar. Ya'ni hamma ishinglarni Allohga topshiringlar. Har qanday ahvolda Allohga yo'lininglar", dedi. Ular aytdi: "Allohga tavakkul qildik. Parvardigorimiz zolim qavmni bizga ziyonkashlik qilish imkoniyatiga ega qilmagan. Bizni rahmeting bilan zolim qavmdan qutuldirgin." Biz Musa bilan uning qarindishiga: "Qavminglar uchun Misrda uylar yasanglar. Uylaringlarni namoz o'qiydigan joy qilinglar. Namoz o'qinglar. Mo'minlarga dushmanlari ustidan g'alaba qilganligi bilan xush xabar beringlar", deb vahiy qildi. Musa aytdi: "Ey Parvardigorimiz, kishilarni yo'lingdan ozdirishi uchun, ey Parvardigorimiz, Fir'avnga va uning qavmining cho'nglariga hayoti dunyoda zinnat buyumlarini, turlik mol-mulklarni berding. Parvardigorimiz, ularning mol-mulklarini yo'q qilgin. Ularning dillarini qattiq qilgin. Shuning bilan ular iymon etmay qattiq azobni ko'rsin",
Allah aytdi. İşkinglarning duosi ijobat qilindi. Da'vatinglarni davomlashtiringlar. Nodonlarning yo'liga ergashmanglar. Biz İsrail avlodini dengizdan o'tkazib etdik. Ularni Fir'avn va uning askarlari zulm va zo'ravonlik qilish yuzidan qo'g'ladi. Fir'avn g'arq bo'ladigan vaqtda iymon etdimki, İsrail avlodi iymon etgan ilohdan g'ayri iloh yo'qdir. Men musulmonlardanman. Men musulmonlardanman dedi. Uningga deyildiki, hayotdan umid uzguningda endi iymon etamsan. İlgari Allohga osiylik qilgan va buzg'unchilardan bo'lgan eding. Sendin keyingilarga ibrat bo'lishing uchun bugun sening jasadingni qutqizamiz. Ya'ni sening jasadingni dengizdan chiqarib qo'yamiz. Nurg'un kishilar shak shubhisizki bizning oyatlarimizdan g'ofildir. Shubhisizki biz İsrail avlodini, ularning dushmanlarini halok qilgandan keyin yaxshi joyga o'rinlashtirdik. Ularni sherin narsalar bilan rizqlantirdik. Ularga ilm, ya'ni Allohning hukmini ichiga olgan Tavrat kelgandan keyin ular din ishida ondan ixtilof qilishdi. Parvardigoring qiyomat kuni ular ixtilof qilishgan narsalar ustida ularning orasida albatta hukm chiqaradi. Mubada sana biz nozil qilgan kitobdan shaklanadigan bo'lsang, sendan ilgari kitob o'qiganlar, ya'ni Tavrat bilan Injil nozil qilingan Yahudilar va Nasaralardan so'rab boqqan. Shubhisizki sana Parvardigoring tarafidan haq Qur'on keldi. Sen hergiz shak qiluvchilardan bo'lmag'in. Sen hergiz Allohning oyatlarini inkor qiluvchilardan bo'lmag'in. Undaq bo'lsa ziyon tatquchilardan bo'lib qolasan. Shubhisizki Parvardigoringning la'natiga tegishlik bo'lganlar iymon etmaydi. Ularga butun mo'jizalar ko'rsatilgan taqdirdimi qattiq azobni ko'rmagicha iymon etmaydi. Halok bo'lgan shaharlar aholilari ichida Yunus qavmidan boshqasiga azobning alomatini ko'rib, etgan iymonning foydasi bo'lgani yo'q. Yunus qavmi iymon etganda dunyo hayotida rasvo qiladigan azobni ularning ustidan ko'tarib etdi. Ularni ma'lum vaqtgacha, ya'ni ajli yetganga qadar dunyodagi shaylardan bahramon qildik. Agar Parvardigoring xolis edi, albatta yer yuzidagi kishilarning hammasi iymon etadi. Sen kishilarni musulmon bo'lishga majburlamsan? Har qanday kishi faqat Allohning irodasi bo'lgandilar, ondan iymon etadi. Allohning oyatlari ustida fikr yurgizmaydiganlarni Alloh azobga giribdor qiladi. Aytqinki, osmonlardagi va zamindagi narsalarni kuzatinglar. Mo'jizalar va ogohlantiruvchilarning, ya'ni payg'ambarlarning iymon etmaydigan qavmiga foydasi bo'lmaydi. Ular faqat o'zlaridan burun o'tganlarga kelgan kunlarning, ya'ni azobning o'zlariga kelishini kutadi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, sizlar zulmning oqibatini kutinglar. Men sizlar bilan birlikda haqiqatan sizlarning halok bo'lishinglarni kutkichiman. Ondan keyin payg'ambarlarimizni mo'minlarni azobdan qutqizdik. Mo'minlarni qutqizishga mushundaq mas'ul bo'lamiz. Ey Muhammad, qavmingning mushriklariga aytqinki, ey insonlar, agar sizlar mening dinimdan gumonlanadigan bo'lsanglar, sizlarning Allohni qo'yib cho'qinayotgan butlaringlarga men cho'qinmayman. Lekin men sizlarni qabz ruh qiladigan Allohga ibodat qilaman. Men mo'minlardan bo'lishga buyurildim. Yana menga botil dinlardan burilib, to'g'ri dinga yuzlangin, mushriklardan bo'lmag'in. Allohni qo'yib sana foyda ziyon yetkazolmaydigan narsalarga ibodat qilmag'in. Agar ularga ibodat qilsang, cho'qim o'zingga zulm sog'uvchilardan bo'lasan. Agar ularga ibodat qilsang, cho'qim o'zingga zulm sog'uvchilardan bo'lasan. Agar Alloh sana biror ziyon zahmat yetkazishni iroda qilsa, yolg'iz Allohdan boshqa uni dafi qiluvchi bo'lmaydi. Agar Alloh sana biror yaxshilikni iroda qilsa, Allohning fazlini qaytaruvchi bo'lmaydi. Alloh fazlini bandalaridan xohlagan odamga yetkazadi.
Allah bəndələrinin günahını məğfirət qılğucudur. Ularga mehribondur deyildi. Ey Muhammad, aytqin ki, ey insonlar, sizlarga Parvardigoringlar tarafidan haqdan keldi. Kimki hidoyat topadigan, o'zining foydasi uchun hidoyat topgan bo'ladi. Kimki ozadigan, o'zining ziyni uchun ozgan bo'ladi. Men sizlarga homiy emasman. Ey Muhammad, sana nazlı qilingan vahiyga ergashgin. Ya'ni uningga o'zing amal qilib, boshqalarga uni yetkizgin. Allah sen bilan ularning orasida hukm chiqargucha, dinga da'vat qilish yo'lidagi mushaqqatlarga chidig'in. Allah eng haqqoniy hukm chiqarguchidir. Allah eng haqqoniy hukm chiqarguchidir. Sura Hud. Nayiti şefqatlik ve mehribon Allah'ның ismi bilan boshlayman. Alif, lam, ra. Bu hikmet bilan ish qilguvchi, hadidin xabardor, hammadan xabardor Allah tarafidan nozil bo'lgan oyatlarning tuzilishi puxta. Aqida, ahkom, vaz va qissalar tafsili bayon qilingan kitobdir. Aytqinki, sizlar faqat Allohga ibodat qilinglar. Şübhəsizki, mən sizlərə Allah tərəfindən əvətilgən. Kafir bolsanglar, sizlərni Allah'ın azabıdan agahlandırğucumən. İman etsanglar, Allah'ın savabı bilan sizlərə xuş xəbər bərgücümən. Sizlər Pərverdigarınlardan məğfirət tələb qılыңlar. Ondan onunğa tövbə qılыңlar. Allah sizlərni muayyan müddətgəcə, yəni ömrünlər axırlaşıb, əclinglər yetgücə hayatı dünyadan obdan bəhrəman qılıdı. Yaxşı iş qılğucuğa qılğan yaxşılıqның savabını berdi. Əgər imandan yüz örsənglər, azabqa duçar bolsizlar. Sizlərning qiyamət gününün çoğ azabıga qilishinglardan ansirayman. Ölgəndən keyin Allah'ның dərgahıga qaytısizlar. Allah hər nərsəyə qadirdir. Rastla ular, yəni kafirlar, Rasulullah Kur'an o'qiyotganda uning yenidan o'tganlarida uningdan yo'shirinish uchun yuz o'riydi. Rostli ular kiyimlari bilan cho'kinib olganlarida Allah ularning yo'shirin va oshkor ishlarini bilib turdi. Allah haqiqatan dillardagini bilguchidir.